Joriy yil 19-mart kuni muhtaram prezidentimiz tomonidan tadbirkorlar bilan uchrashuvda bergan topshirig'i bo'yicha Markaziy bank hamda Tijorat bank rahbarlari bilan Qo'ng'irtepa tuman hokimligida uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Bugungi uchrashuvimizda 100 dan ortiq tadbirkorlar hamda tadbirkorlikka qiziqqan fuqarolarimiz qatnashdi. Bugungi uchrashuvimizda Markaziy bank hamda Tijorat banklari tomonidan g'oyadan loyihagacha dasturida suhbatlar bo'lib o'tdi. G'oyadan loyihagacha dasturi doirasida tadbirkorlardan hamda fuqarolardan ko'plab savollar kelib tushdi. Ularga bugungi kunda amaliy huquqiy yordam ko'rsatiladi. Tadbirkorlardan bugungi 312 qaror bo'yicha qaysi status olinadi, qanday tartib olsa bo'ladi, foydalanish summalari bo'yicha savollar beriladi. Kreditlar bo'yicha to'liq ma'lumotlar berilib o'tiladi.